Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eldor aka, yaxshimisiz? Rahmat. Bezovta qilmadingmi? Yo'q, bemalol. O'zbekistondan sizni bezovta qilyapmiz. Hop. Bugun tug'ilgan kuningiz ekan-a? Xuddi shunday. Farah media jamoasi Farahli qo'ng'iroq loyihasi orqali sizni go'zal niyatlar, samimiy istaklar bilan tabriklamoqchi bo'lgan bir inson bor. Agar sizda taxmin bo'lsa, aytib ko'rishingiz mumkin, bu qo'ng'iroqni aynan siz tomonga kimlar amalga oshirmoqda? Men taxminim bitta shu rafiqam bo'lishi mumkin. Boshqa odamni ko'rmadim. Nega aynan rafiqangiz? Oila a'zolarimda. Oila a'zolaringiz, onajoningiz, farzandlaringiz nomidan aynan xolavachchangiz, xolavachchalar ichida eng yaxshi ko'rganingiz, siz aytgan o'sha rafiqangiz Nasib opamiz nomlaridan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ular sizni juda ham hurmat qilar ekanlar, juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Bizga yozib yuborishicha juda ham mehribon, faqat ko'nglimga qaraydilar. Juda ham hurmat qilamiz va eng yaxshi dada, eng yaxshi turmush o'rtoq. Yana bitta gapni ko'p aytadilar, xolavachchalarim ichida eng yaxshisi sensan deb aytadilar va bu meni boshimni ko'klarga yetkazadi deb bizga yozib yuborishdi. Aynan ular nomidan tabriklaymiz va ularni dil izhorlarini sizga taqdim etamiz. Sizda ozgina fursat bo'lsa, maylimi? Mayli, xo'p, rahmat. Ular aytdilarki, aziz va mehribon dadajonisi, bugun siz tug'ilgan kuningiz munosabati bilan yuragimdagi eng iliq, eng samimiy tilaklarimni aytmoqchiman. Hayot yo'limda sizdek insonni uchratganim uchun Allohga cheksiz shukronalar aytaman. 2009-yil 16-dekabr sanasi hayotimdagi eng unutilmas, eng baxtli kunlarimdan biri. O'sha kundan boshlab siz bilan birga quvonchimni ham, sinovlarni ham yelkama-yelka o'tkazib kelyapmiz. Har bir kunimda sizning suyanch bo'lib turganingiz, oilamiz uchun mas'uliyatni vijdonan ko'tarib kelayotganingiz menga katta kuch bag'ishlaydi. Siz 3 o'g'limiz uchun eng yaxshi dada, men uchun eng yaxshi do'st, sodiq umr yo'ldoshsiz. Farzandlarimizga bergan mehringiz, e'tiboringiz, ularning ko'ngliga qarab har doim yonlarida bo'lishingiz men uchun katta faxr. Sizning tarbiyangiz, so'zingiz va amalingiz bilan ulg'ayib kelayotgan o'g'illarimiz inshaalloh sizga munosib farzandlar bo'lishadi. Sizni juda hurmat qilaman dadajonisi. 100 ta qarindoshga ham almashmaydigan, ishonchli, bag'ri keng va mehribon inson ekaningizni har kuni yana va yana his qilaman. Xolavachchalarim ichida eng yaxshisi sensan deb kulib aytgan gaplaringiz doim yuragimni quvontirib kelgan. Siz bilan hamisha faxrlanaman. Jondan aziz farzandlarimning dadajonisi, yaxshi yomon kunlarimda suyanchim, baxtli kunlarimning sababchisiz. Siz bilan o'tgan har bir onimdan baxtliman. Ilohim, bu baxt abadiy bo'lsin-u, doimo yonimizda bo'ling. Siz bor joyda ishonch, mehr va muhabbat bor. Istardimki barcha insonlar mehr-oqibatni sizdan o'rganishini, istardimki barcha insonlar samimiylikda sizdan andoza olishlarini, istardimki dunyoda sizdek odamlar ko'p bo'lishlarini. Ilohim, umr yo'llaringiz uzun bo'lsin. Biz ham siz qilgan yaxshiliklarni, mehrni, muhabbatni javobini qaytarib yuraylik. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz deya mana shunday go'zal izhorlarni Nasib opamiz sizga yo'llamoqdalar va bu suhbatni ular eshitishadi. Eldor aka, ularga nima degan bo'lardingiz? Men ham devdim, juda ham xursand bo'ldim. Men kutmagandim bunday bo'lishini, bunday tabriklarni eshitaman deb o'ylaganim yo'q edim. Rahmat. Allohga shukr. Shunday rafiqam borligiga shukr. Xursand bo'ldim. Boshqa hech nima deya olmayman. Rahmat. Ilohim, sizlarga ham katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday yaxshi kunlaringizni yaxshi insonlar hamrohligida yaxshi kayfiyatda nishonlash nasib etsin. Ilohim baxtlaringizga ko'z tegmasin. Farzandlarni baxtini ko'rib yuringizlar. Onajoningiz ham sizlarning baxtingizga aziz boshlari omon bo'lsinlar deymiz. Musofir yurtda topayotgan har bitta rizqingizga Alloh baraka bilan siylasin va ushbu she'rni ham aynan rafiqangiz nomlaridan, xolavachchangiz nomlaridan qabul qilasiz. Xo'p. Ko'ngil uyim koshonasi yorug' doim. Yashamadim hech o'zimni o'zim aldab. Baxtning bari menda deya aytgun bugun. Adashmadim hayotimda sizni tanlab. Har yaxshi so'z atagaysiz jonimizga. Muhabbatga oshno qilib mehr ulab. Shukr deyman sizning boringizga. Adashmadim hayotimda sizni tanlab.
Bu hayotda nelari bor uchramagan. Bu yo'lda kim kular, kimdir qolar yig'lab. Bugun aytsam, yashayapman baxtdan bekam, adashmadim. Hayotimda sizni tanlab deya, sizni tanlab adashmaganligi uchun, sizni tanlagani uchun ham Allohga shukronalar keltirayotgan sizni yaxshi ko'rguvchi turmush o'rtog'ingiz Nasiba opamiz nomlaridan va Farahmida jamoasi nomidan ham yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Alloh rozi bo'lsin. Hammangizdan xursand bo'ldim. Borlaringizga shukr. Rahmat. Omon bo'ling. Xo'p, rahmat. Kattakon. Taqdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz xohlabdi. O'shal kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz kutgan so'z aytishga uyalsam, dilingiz mendan og'rimasin dildoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Sevgi degan sinovimdan o'talgan, gohim mehribonim, goh bag'ritoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Birga ko'ring farzandlarni baxtini, uzoq yillar shodligu rohatini. Yuz yoshda ham ishqdan qotirib boshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim.